Siz yagonasiz. Alloh taolo sizni ruhingizni yaratdi, sizni jasadingizni yaratdi va sizdan boshqa yo'q. Va sizni o'rningizni boshqa hech kim egallay olmaydi. Adhamjon, mana siz nimada o'qigansiz? Maktabda o'qigansiz yo bo'lmasa bir texnikumda, bir oliy o'quv yurtlarida o'qigansiz. Bolalik paytimizda hamisha bizga aytiladigan bir so'z bor ota-onamiz tarafidan. Masalan, qo'shnini bolasi bo'lishi mumkin, yo sizni xolangizni bolasi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa boshqa. Hamisha siz o'sha bola bilan taqqoslangansiz. Nimaga sen shunaqasan? Nimaga falonchi unaqa emas? Nega u yaxshi o'qiydi? Nega sen yaxshi o'qimaysan? Nega sen hadeb to'polon qilaverasan? Ana akangga qara yoki ukangga qara. Ota-onalar hamisha o'z bolalariga mana shunaqa ta'na toshlari bilan murojaat qilishadi. Va bu aslida u bolada taqqoslangan bolaga nisbatan nafrat uyg'otadi. Shunaqa gaplar eshitganmisiz ota-onangizdan? Ko'p holatlarda aka-ukalar o'rtasida, biz 3 ta aka-uka bo'lganimizga, ana akang jim o'tiribdi, sen nimaga jim o'tirmaysan? Yoki ana ukang darsni vaqtida qilyapti, sen nimaga qilmaysan? Haqiqatdan shunaqa nima bo'ladi? Ya'ni nisbat berish deyiladi. Shunday. Masalan, bu o'qituvchilarda ham bor. O'qituvchilarda masalan bir sinfda a'lochi bir bola bo'ladigan bo'lsa, shu baho qo'yishni o'zi bilan ham bolalarning orasida taqqoslash borda endi. Mana bu taqqoslashlik, solishtiruv boshqalar bilan keyin bora-bora insonning tabiatiga singib ketadigan narsa bo'lib qoladi. O'zi aslida solishtirish, taqqoslash insonning fitratida bor tabiiy bir jarayon. Chunki inson o'zini boshqalarga taqqoslash bilan o'ziga baho beradi. Shuning uchun aslida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida aytadilarki, sizlar dunyo borasida o'zinglardan tepaga qaramanglar, balki o'zinglardan pastdagilarga qaranglar. Ana shunday qilsanglar, sizlarga berilgan Allohning ne'matlarini mensimaslik, ya'ni mensimaslikni oldini oladi. Shunday qilishinglar. Demak, solishtiruv, taqqoslov ikkita taraf bo'ladi. Tepaga qarab va pastga qarab. Buni o'sha Leon Fessinger degan bir psixolog olim 1954-yilda ijtimoiy solishtiruv nazariyasini aytgan. Garchi buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha ming yillar oldin aytgan bo'lsa ham, bu keyinchalik o'rganilib shunday xulosaga kelinganki, haqiqatdan insonlarni o'zini mana shunday boshqalar bilan solishtiruvi, taqqoslovi bu tabiiy jarayon. Lekin buni foydali tarafga o'girish kerak bo'ladi. Foydali tarafga o'girish kerak bo'ladi. Chunki bu taqqoslovda, solishtiruvda ijobiy bir tarafi bor va salbiy tarafi bor. Mana shu ijobiy taraf bilan salbiy tarafini ajratib olishlik kerak bo'ladi. Salbiy tarafi nimada uni? Xo'p, endi salbiy tarafi shu. Masalan, birinchi o'rinda inson agar o'zidagi bir qalbida bir kemtiklik bo'lsa, ya'ni o'zini boshqalarga nisbatan past baho bersa, yo bo'lmasa insonni ichidagi yo'l ko'rsatadigan bir kompas bo'ladi. Masalan, o'zini ijodida yo ishlaydigan joyida yoki oilasida yo bo'lmasa jamiyatdagi yo'lini, rolini topishlik uchun ichida bir kompas bo'ladi. U kompas masalan insonni olgan ilmiga yoki ichidagi irfoniga bog'liq bo'ladi. Ba'zan mana shu kompas ishlamay qoladi. Ishlamay qolgandan keyin xuddi insonlar yo'l topganda yo'l atrofidagi narsalarga qarab yo'l topganiga o'xshab insonlarga qarashni boshlaydi inson. Boshqalarga qarashni boshlaydi. Boshqalar nima qilyapti? Turib o'ziga yo'l topishlik uchun. Lekin bu noto'g'ri narsa. Noto'g'ri narsa. Chunki inson o'zi bilan boshqani taqqoslagan vaqtida bir narsani unutib qo'yadi. U narsa shuki, mana siz dunyoda yagonasiz. Alloh taolo sizni
shunday qilib yaratganki, sizga o'xshagan boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni tarixda sizga o'xshagan odam bo'lmagan va sizdan keyin ham hech qachon bunaqa odam bo'lmaydi. Siz yagonasiz. Alloh taolo sizni ruhingizni yaratdi, sizni jasadingizni yaratdi, sizdagi aqlni, qalbingizdagi irfonni, ilmni, ma'rifatni Alloh taolo yaratdi va sizdan boshqa yo'q. Va sizni o'rningizni boshqa hech kim egallay olmaydi. Demakki, siz o'zingiz bilan boshqa odamni taqqoslagan paytingizda siz o'zingizning noyobligingizni, ya'ni siz individ ekanligingizni, sizdan boshqa dunyoda nusxa yoki bu deylik boshqa bir yaratilgan shaxs yo'q ekanligini unutib qo'yasiz. Demakki, u boshqa, siz boshqa. Demak, u bilan sizni orangizda bir-biringizni taqqoslashingiz, solishtirishingiz noto'g'ri narsa bo'ladi. Endi inson hayoti davomida, yashab turgan o'sha hayoti davomida yoki bir o'zini ishxonasida yo deylik maktabda yo bo'lmasa universitetda yoki oilada tabiiy ravishda birov bilan o'zini solishtirib qo'yadi. Solishtirgan vaqtda inson g'aflatda qoladi. Ya'ni inson o'zini ichidagi instinktlarga, o'zini ichidagi fitriy bir xususiyatlarga aqlsiz, ya'ni kontrolsiz erk beradigan bo'lsa, yo'qotadi. Birinchi o'rinda inson g'aflatda qoladi. O'zi bilmagan holatda ongsiz ravishda birovga o'zini solishtirishni boshlaydi. Deydiki, subhanalloh, falonchi qimmat mashina olibdi. Yo rasm qo'yibdi bugun Instagramga, bugun chet elda, Nyu-Yorkda yurgan ekan, masalan. Yo bo'lmasa aytadiki, o'zini hovlisini ko'rsatibdi. Nega unda bor, nega menda yo'q? Boshqalardagi ne'matni natijasini ko'rgandan keyin inson agar ongli ravishda buni kontrol qilmasa, bu hasadga aylanadi. Hasadga aylanganda, hasad nima degani? Hasad shuki, bu dinimizda man qilingan, unda bo'lgan ne'matni undan ketsa-da menda bo'lsin deyishlik hasad bo'ladi. Koshki menda bo'lsa edi, unda bo'lmasa edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, hasad yaxshi amallarni, savob amallarni xuddi olov o'tinni yondirgan kabi yondirib tashlaydi. Yo'q qilib tashlaydi deydi. Hasad shuki, bu Alloh taologa bo'lgan bir isyon. Masalan, siz aytasizki, Allohim, sen menga berding rizqlarni, lekin men bundan yaxshisiga loyiq edim. Inson o'zini taqdiridan, Alloh taolo unga taqsim qilib bergan rizqidan norozi bo'lishligi. Inson boshqa insonga havas qilgan vaqtda yoki bo'lmasa hasad qilgan vaqtda hammasiga havas qilmaydi. Masalan, u odamni to'g'ri yangi mashinasi bor. Lekin shuni bilishlik kerakki, Alloh taolo dunyoda rizqlarni barobar taqsimlab qo'ygan. U unga bir narsa bergan bo'lsa, uni evaziga nimadir undan olgan. Alloh taolo sizdan bir narsani olgan bo'lsa, yo sizga bermagan bo'lsa, uni evaziga boshqa bir narsalarni bergan. Bugungi kundagi natijasini ko'ryapsiz. U natijaga balki bu uy olishligiga yoki safarga chiqishligiga yo katta bir mablag'ni qo'liga kiritishligini orqasidan katta mehnatlar turibdi. Ya'ni siz boshqa odamga hasad qilsangiz yoki havas qilganingizda yoki o'zi bilan solishtirganingizda siz uni parda orqasidagi hayotidan nima xabaringiz yo'q. Balki u kechalar uxlamagandir. Balki buni evaziga sog'lig'idan voz kechgandir. Balki buni evaziga u ba'zi bir gunohlarga qo'l urgandir. Shundayki, bugun siz agar Alloh taolaning sizga bergan ne'matlarini o'tirib bir daftarga yozadigan bo'lsangiz, oylar o'tar siz buni yozib bitira olmaysiz. Alloh taolo sizga shunaqa narsalarni berganki, siz uni ko'rmaysiz. Alloh taolo sizga bergan ne'matlarni pastga urasiz, qadrsizlaysiz, lekin undagi bir narsani ko'rasiz. Alloh taolo uni evaziga sizga nimalar berganligini va uni qo'lida kiritgan narsaga u qanday badallar to'laganidan xabaringiz yo'q. Mana bunda endi ham o'zingizga nisbatan odilsizlik, zulm, ham Alloh taologa nisbatan isyon bor buning ichida. Demak, birinchi o'rinda g'aflat, keyin hasad boshlanadi, keyin o'zidagi bor ne'matlarni yo'qqa sanashlik, kamsitishlik, nonko'rlik boshlanadi buning orqasidan va undan keyin keladigan insondagi
ruhiy e, kasalliklarga olib boradi inson. Ya'ni bu stres bo'ladi. Ya'ni o'tiradida nimaga men o'sha paytda shu ishni qilmadim? Nimaga men zamondan orqada qolib ketdim? Nimaga men bunaqaman? Nimaga men bunaqaman? Va bu stres keladi, orqasidan apatiya keladi, ya'ni bir ishlarga qo'li bormaydi, ojizlik keladi. Ya'ni insonni ojizlikka surib olib boradi insonni. Irfon ahli bo'lgan, aqlli inson, Alloh taologa iymoni bo'lgan inson mana shu solishtirish jarayoniga kirdimi, to'xta deyishlik kerak o'ziga. Men uni nimaga men o'zim bilan solishtiraman degan tushuncha bo'lishlik kerak. Men solishtirishimdan maqsad agar undan ilhomlanish bo'lsa, undan bir o'zimga bir motivatsiya olish bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi. Agar shunday niyat bilan yoqlashgandan keyin u nima bo'ladi? Hasad emas, u g'ibta bo'ladi. G'ibta degan havasga o'xshash. Ya'ni undagi ne'matlar qolsin va shunga o'xshagan menda ham bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, bir-biringlarni bir ne'mat bilan biringlarni bir ne'mat bilan afzal qilib qo'ygan bo'lsak, ularni orzu qilmanglar. Bir odamga boshqa odamga berilmagan narsalar berildi va buni orasida ikkalasini bir-birisini orasida farq bo'lib qoldi. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, boshqalarni sizdan ko'ra ko'proq bir ne'mat bergan bo'lsak, siz uni orzu qilmang. Uni deydi, undan ko'ra Allohning fazlidan so'rang deyapti. Zakariya alayhissalom Maryam onamizning huzurlariga kirganda mehrobda paytida juda ko'p ne'matlarni ko'radi. Va so'raydiki, qayerdan keldi bu ne'matlar ey Maryam desa, Alloh taoloning huzuridan deydi. Va bunga havas qiladida, Alloh taolo sababsiz ham o'zini bandasiga bir narsalar berishi mumkin ekan. Men ham so'ray deb turib Allohdan farzand so'raydi. Yoshi katta bo'lishiga qaramasdan Alloh taolodan farzand so'raydi va Alloh taolo u kishiga Yahyoni beradi masalan. Shuning uchun agar siz birov bilan solishtirganingizda undan motivatsiya olish, ya'ni undan o'rnak olish va bu sizga biror bir harakat qilishingizga motivatsiya beradigan bo'lsa, unda uni orqasidan nima keladi? Shunaqa bo'lishingiz kerakki, siz undagi ne'matlar bilan o'zingizning ne'matlarni ham bir o'ylab solishtirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingizdagi ne'matlarni qadrlashingiz lozim bo'ladi. Chunki Alloh taolo boya aytganimizdek, insonga shunday ne'matlar berganki, Alloh taolo aytadi, agar sizga Alloh taolo bergan ne'matlarni hisoblasangiz, siz hisobiga yeta olmaysiz. Mana inson bir ozroq o'tirib Allohning ne'matlarida ozroq tafakkur qilishlik kerak bo'ladi. Masalan, bir zamonlar bo'ldi, biz qamalib qoldik. Va men shundagina tushundimki, insonni o'zi istagan joyiga borishligi juda katta bir ne'mat ekan. Ya'ni siz bir to'siqning ichidasiz, chiqa olmaysiz uni tashqarisiga. Devorning nariyog'ida dunyo boshqa olam surilib ketyapti, boshqa olam oqib davom etyapti jarayon, lekin siz bitta qandaydir devor sizni ushlab turibdi. Istagan joyingizga borman, istadim falon joyga boraman. Alloh taolo sizga ikkita yuradigan oyoq berdi. O'zingiz bugungi kunda qancha insonlar bor, masalan, oyoqlari yo'q. Qancha inson bor, qo'li yo'q. Masalan, inson ba'zan meni bir qo'lim ishsa, harakatsizlanmay qolsa, chap qo'lim masalan. Shunchalik qiynalamanki, keyin bilasiz nima ne'matni. Insondagi ofiyat, insondagi salomatlik, tinchlik, bu xotirjamlik, masalan, insonning qalbini xotirjam bo'lishligi. Ba'zi bir insonlar bor, ya'ni shunchalik puli ko'pki, istagan narsasini yeydi, lekin qalbida xotirjamlik yo'q masalan. Nima demoqchi emasmiz, masalan, boylarning hayoti og'irda ba'zan bir nimalarga din odamlariga shuni aytishadiki, bu dindorlar faqat haligi insonlarni sabrga chaqirib, nimaga chaqirishadi, nima deydi? Itoatga, faqat sabrli bo'lishga chaqiradi. U ma'noda emas. Yoki boylarning hayoti yomon degani emas bu. Bu shuki, inson o'zidagi bor ne'matni qadrlashlik kerakki, boya yana qaytarish bo'lyapti. Alloh taolo bir narsani bergan bo'lsa, uni evaziga nimadir talab qilgan bor. Siz o'sha narsani, o'sha badalni to'lashga tayyormisiz, tayyor emasmisiz? Keyin yana bir narsani bilishlik kerakki, Alloh taolo tarafidan berilgan har bir ne'mat ustiga mas'uliyat yuklanadi. Sizga Alloh taolo mulk berdimi? Uni zakoti bor, uni haloldan topishligi bor, uni haromdan saqlashligi bor, uni halolga ishlatishligi bor. Uni o'sha qiyomat kunida har bitta tiyiniga Allohning huzurida javob berishingiz bor.
Alloh taologa salomat berdimi, shunga yarasha sizni ustingizda haqlar bor. Ba'zi bir insonlar e, katta bir boylikni orzu qiladi, lekin u boylik tushgandan keyin uni oldida ochilgan imkoniyatlarning ichida gunohga bo'lgan imkoniyatlar ochilib ketadi. Boshqalarning ustiga boshqalarning ustidan hukm qilib zulm qilishlik imkoniyatlar ochilib ketadi. Lekin kambag'allik vaqtida u narsa yo'q edi. Chunki ba'zi bir gunohlar bor, inson o gunohlarni qilishlik uchun bir mablag' kerak. Mablag' bo'lmasa u gunohlarni qila olmaydi. Shuning uchun ne'matni ustida nima bor? Mas'uliyat bor. Sizga bir narsa berildimi, mas'uliyati oshadi. Sizda yo'qmi? Chunki qiyomat kuni borgandan keyin inson nima deydi? Alloh taolo aytadiki, dunyoda eng yaxshi yashagan odamni, eng haligi rafohiyatda yashagan odamni, eng kenglikda yashagan odamni olib bir jahannamga tiqib olganda, ey bandam, dunyoda nima hayot kechirding desa, hech narsa ko'rmadim deb aytadi. Yoki dunyoda eng qiyinchiliklarda, ozorlar bilan bugungi kunda faqat nima deydi, bir musulmon bo'lgani uchungina qiynalgan, xo'rlangan insonlar bor bugungi kunda. Yo'qman jamiyat e'tiborsiz qoldirib qiynalgan insonlar borki, shunaqa odam qiyomat kunida Alloh taolo bir marta jannatga cho'mdirib chiqarganda, ey bandam, dunyoda nima qiyinchilik ko'rding desa, hech narsa ko'rmadim. Chunki biz o'tgan hayotimizdagi xursandchiliklar ham hozir o'tib ketdi, uni hissi. Chekkan qiyinchiliklarimiz ham hislari o'tib ketdi. Shuning uchun bu dunyo bir shaklda davom etadi, bir shaklda o'tib ketadi va insonlarga faqat xotiralar qoladi xolos. Va inson mana shu keyinchalik unutib ketiladigan hislar uchun nimalar, qanday badal to'lashligiga hozirligini inson bir tafakkur qilishlik kerak bo'ladi. Demak, inson o'zidagi bor ne'matlarni qadrlasa va bunga shukr qiladigan bo'lsa, keyin rivojlanishga qarab turib yo'l oladi. Boshqalar bilan solishtiruvning yana bir salbiy oqibati shuki, u sizni musobaqaga undaydi.